Allohning bir sinovi bilan qo'lingiz kalta bo'lib qolgandir hozir. Yolg'iz qolgandirsiz. Yaqin insonlaringiz sizdan voz kechishgandir, lekin bu holatda o'tib ketmaysiz. Vaqt kelib shunaqangi kun keladiki, sizdan ketgan insonlar albatta ortiga qaytib kelishadi. Qabul qilasizmi? Tayyormisiz? Lekin avvalgidek ishonmang u insonlarga, xo'pmi? O'sha vaqtida sinalganingiz esingizda bo'lsin. O'sha vaqtida emas, hozir yolg'iz qolganingiz, qiynalganingizda hech kim yo'qligi yoningizda. U insonlar yana qaytib kelganda shu kun esingizdan chiqmasin, xo'pmi? Alloh sizga u insonlarning asl basharasini ochib bergani esingizdan chiqmasin, o'ylab muomala qiling. Qabul qilsangiz agar, iloji boricha qabul qilmang.